Mana qara. Yangi shogirdcha kelgan. Faqat sal uyalchang. O'zing ishni o'rgatasan, o'g'irlikka birga kirasizlar. Qolgan o'zi olib ketadi, kel. Qalaysan? Jiyan. Nima deyman aka, uyalyapman. Qo'lingni ko'tardi. Qo'lingizni ko'taring aka. Nimaga ko'taraman qo'limni? Nimaga ko'taradi bu? Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulingizni chiqazing deysan. Davay. Uyalaman aka, unday deb. Uyalma, oy. Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulni chiqaring. Tilanchiman-da. Men o'sha Bersing bu yerda aka. Biz gado emasmiz, biz o'g'ri emas, kassadagi pulni so'ra. Davay. Endi u kassadagi pulni bering aka, hammasi. Tushundingmi? Men xo'jayinim bor, отчетim bor. Xo'jayini borda. Yoqasini ushlab bitta qo'yqat. Bo'g'ib tasha. Qattiqroq. Noto'g'ri tushunmaysizmi? Tirib qoldi. Uyalyapman, bo'lmayapti. Menga qara. Unda tekinga narsa olib ketamiz deb. Davay. Tekinga narsa olib ketamiz aka, maylimi? Nima olmoqchisan? Sifat shirinligida olaylik, zo'rda, trendda. Davay. Zo'rmi bu? Ha, zo'rda bu. Bunda ko'proq ol. Bo'ldi. Mayli. Bitta tur ketamiz. Aka, qabul qilmaysiz. Kechirasiz. Qoch bo'lsa keldi, qoch. Nega o'g'irlikka tushdilaring? Endi qamalasanlar. Nima deyay? Hech narsa dema, bo'ldi, o'sha qamalamiz. Akani oldiymi, uyalyapman. Nimadan o'ylayapsan? Bilmadim, qilmishimdan. Unaqa tarbiya olmaganimdan. Uyatli bo'ldi ishimiz. Jiddiy. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya. Topленное молоко печеньесі haqida okim qiziq gap aytdilar. Ular bu pechenyeni bolaligida yeyishgan ekan. Endi men ham tatib ko'ryapman. Qiziq-a? Bilasanmi, bu pechenye yillar davomida o'z o'rnini yo'qotmagan. Har avlodning bolalik xotirasida qolgan tabiiy sutli ta'm. Demak, bu pechenye oddiy pechenye emas, balki kattalarga bolaligini eslatuvchi xotira ekan. To'g'ri aytding, Sfatning topленное molokosi bu shunchaki pechenye emas. Bu avlodlarni birlashtiradigan shirin esdalik. Sfat shirinliklar sehri. Bu shirinlikni yemasdan turib qadog'idanoq mazaliligini his qilish mumkin. To'ppa-to'g'ri, chunki bu pechenye qarsildoq, usti esa mayin shokolad bilan qoplangan. Har bir tishlab og'izda eriydi. Demak, buni chaynash shart emas ekanda. Lekin bittasini tatib ko'rgan odam o'zini to'xtata olmaydigan darajada shirin va noodatiy ekan. Ha, Sfatning sladkiy palichkasi shunaqa mazali va qarsildoq pechenye. Sfat shirinliklar sehri.